Biz Ellikqal'a tumani Qavatkala mahallasidamiz. Qavatkala yoshlari tomonidan tashkil etilgan Qavatkala yoshlari kooperatsiyasi tashkil qilingan bo'lib, bunda 7 yoshga dehqon xo'jaligi tashkil qilingan holda bitta kooperatsiya tashkil qilingan. Bu kooperatsiyamizga 10 gektar yer maydoniga qovun mahsuloti yetishtirish uchun qovun mahsuloti ekilgan. Qovun mahsulotini yetishtirish uchun bitta agronom bekitganmiz. Hozirda qovun mahsulotini yetishtirish natijasida 220 million so'm yoshlarimizni daromadga ega bo'lishi ko'zlanganmiz. Bu rejamiz orqali 120 kunda yetishtiriladigan qovun mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlash natijasida yoshlarimiz tomonidan ishsizlar o'rinlarini band qilgan, 7 yosh o'zini band qilgan. Hozirda qovunimiz ekkanimizga 30 kundan oshdi. Yana sentyabr oyigacha qovun mahsulotlarini yetishtirib sotishdan daromad olish ko'zlangan.